Assalomu alaykum hurmatli asarchilar. Mana bugungi savdo o'yimizda paxta, yantoq, beda asallarimiz bor. Asallarimiz ishonchli, garantiyalik asallar. Paxta asallarimiz 100% tabiiy. Rossiyskiy asallarimiz ham bor, Qozog'istonniki olingan. Simichka, donnik, malacha asallarimiz bor. Keng assortimentda mana shu asallarimiz malacha asal bo'ladi. Asallarimiz ishonchli, garantiyalik, sifatli. Tanlovda adashmani. Mana ular mesniy asal. O'zbekistonniki bular. Bular Qozog'iston emas, bular mesniy. O'zimizda yetishtirilgan rosa chiroyli asallar mana. Kimga shunaqa toza sifatli asallar kerak bo'lsa, 91lik 342 44 43 50 578 07 08 12 ta viloyatga dostavkalarimiz bor. Nabixon aka, shu AGD Karnika AGDdan mana asalni oldim o'zi, yana 4 ta ramka, asallik ramka, har biri 3,5 kilo kelayotganini pechatlasin deb qo'yapman mana. Birinchi ramka, mana ikkinchi ramka, mana ikkinchi ramka mana asal. Mana to'ldiryapti mana. Mana pechatni boshlayapti. Bu ikki, u bir. Ha, bu ikki. Bu Mana bu 3-chi ramka mana. ha. 3-chi ramka mana. Mana 3-chi ramka. Mana bu 4-chi ramka. Mana 4-chi ramka mana pechatlayapti. Mana shuni qoldiryapman yana. Bularni ham 5 kun 10 kunga to'ldirib qo'yadi bular. Rahmat, baraka toping Nabixon aka. Sizga gap yo'q. Assalomu alaykum hurmatli asalarichilar. Mana xudo xolasa Karnika Zinger Nabixon akadan ishlashi zo'r. Hamma asallardan qaraganda yaxshiroq ishladi bu yil. Assalomu alaykum aziz asalarchilar. Mana Germaniya davlatidan keltirilgan Karnika Zinger onarimiz. Mana urug'larni oldi, xudo xohlasa. Mana xo'sh. Samarqand Nabixon akadan Germaniyadan Lochinbek do'stimiz jo'natdilar. Samarqandlik Nabixon akadan qabul qilib oldik. Begzodxon o'g'illari ikkalasidan Karnika Zinger. Bu asalarimizga juda talab ko'p bo'lyapti. 3-4 yildan beri O'zbekiston regionimizga asalga juda ishchan va chiroyli ishlayapti deb asalarchilarimiz juda xursand bo'lyapti. Mana biz ham yaxshi niyat bilan shu onaridan oldik. 2025-yil 25-avgust kuni olib kelganmiz. Mana urug'lanib, endi asalarchilar ko'rinami yo'qmi? Mana to'liq nisharug'lar onarimiz qo'yib chiqdi. Xudo xohlasa yaxshi ketishi. Mana 3 ramkaga o'tiribdi. Endi 3 ta ramka bo'lganmina arisi kam. Buni endi qalin ariga qo'yib bo'lmaydi. Endi nasib xudo xohlasa qishdan yordamla qilamizda. Mana eson-omon chiqarib olsak, bolalardan tarqatamiz. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Mana shu onardan ko'p asalarchilar bilan muloqotda bo'ldik. Karnika Zinger effekti addachasi juda zo'r bo'lyapti deb maslahat berishdi. Mana o'g'ilchamiz Muhammad Aminxon. Muhammad Aminxon pasportini ham ko'rsatib yoring o'g'lim, bitta rasmga tushiraylik. Pasportini. Mana kenja o'g'limiz.
Nima ekan bu o'g'lim? Bu nimadi o'g'lim? Bu nimadi bu? Sambir. Bu qo'rqmaydi. Bu nasib bo'lsa bu asalarchi bo'ladi. Qo'rqmaydi bu. Assalomu alaykum o'rtoq hamkasblar. Mana bugundan boshlab asalar paketlarga zakaz olishni boshladik. O'zbekiston bo'yicha yetkazdirib beramiz. Mana arilarimizning holati. Mana arilarimizning holati. Matkalarni o'tgan yili Nabixon akadan olganmiz matkalarni. Karlika Troyzik, Karlika P6 liniyalari. Karlika AGT liniyasi ham bor. 3x1, 2x1 dastavkalarni O'zbekiston bo'yicha yetkazdirib beramiz. Mana bu birinchi rasplot men bilan qo'shib. Mana arlar holati xuddi shunaqa holatda. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Mana 3-chi rasploti. Nabixon aka matkalaringiz juda sifatli chiqdi. O'tgan yilgi Karlika Troyzik bilan Karlika P6. Arilar asalga juda qattiq ishlaydi, aktiv. Mana bahorga ko'tarilishi ham juda yaxshi. Xudo xolasa bilam, xudo xolasa matka zakaz qilamiz sizga.